Nurli Zamin mahallasida obodlik va sanitariya holati tanqidiy o'rganildi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan amalga oshirilayotgan Dolzarb 40 kunlik loyihasi doirasida Yuqori Chirchiq tumanidagi Nurli Zamin mahallasi hududida obodonlashtirish, sanitariya holati hamda mahalla infratuzilmasini o'rganish ishlari amalga oshirildi. O'rganishlar davomida mahallaning kirish qismi, aholi gavjum hududlari, ko'p qavatli uylar atrofi hamda mas'ullarga biriktirilgan ko'chalar atroflicha ko'zdan kechirildi. Nazorat jarayonida mahallada obodonlashtirish va sanitariya ishlarini tashkil etish borasida qator kamchiliklar saqlanib qolayotgani aniqlandi. Xususan, mahallaga kiraverish qismida yo'lning ikki chekkasi begona o'tlar bilan qoplanib ketgan bo'lib, mazkur hududda tozalash ishlari o'z vaqtida amalga oshirilmagan. Kirish qismi mahallaning yuzi hisoblanishiga qaramasdan, bu yerdagi holat obodlik talablariga mutlaqo javob bermaydi. Yo'l yoqalaridagi begona o'tlar, tartibsiz hududlar va parvarishsiz qolgan yashil maydonlar mahallaning tashqi qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, mahalla hududida joylashgan ko'p qavatli uylar atrofida ham sanitariya holati qoniqarli emasligi kuzatildi. Uylar atrofi begona o'tlardan tozalanmagan, maishiy chiqindilar o'z vaqtida olib chiqilmagan, ayrim joylarda chiqindilar to'planib qolgan. Yaxshilik ko'chasiga mahalladan men rais, hokim yordamchisi 7 likdan biriktirilgan vakil bordi. Tanisizmi? Yo'q, Mahalladan. Kim biriktirilgan 7 likdan? Yulduz aka. Yoshlar yetakchisi biriktirilgan. Shu xonadonga kelib obodonlashtirish oyligida uylarni tozalaydi deb aytganmi? Ko'cha, xonadon, mahalla Aytgan. ogohlantirilgansizlar. Men Yuqori Chirchiq tumani Nurli Zamin mahallasi profilaktik inspektoriman. Menga shu Yaxshilik ko'chasi biriktirilgan obodonlashtirish bo'yicha xonadonlarni ogohlantirganmiz. Hozirgi ogohlantirish bo'yicha obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan buyog'iga mana shu ko'chalarni obod qilish bo'yicha topshirilgan rahbariyat tomonidan topshirilgan vazifalarni to'liq bajarish uchun ishlab yuribmiz. Nurli Zamin mahallasi aholisidan obodonlashtirish bo'yicha o'zlarini hissalarini qo'shishlarini so'rab qolamiz. Ben şu Yuqori Chirchiq tumani Nurli Zamin mahallasi hokim yordamchisi Mo'minov Ruslanman. Ana hozirgi kunda prezidentimiz topshirig'i bo'yicha 40 yillik dolzarb obodonlashtirish ishlari tashkillashtirilgan. Mahallamizda Xurdiyor ko'chasi hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim va xotin-qizlarga biriktirilgan. Shunga qaramasdan biz shu obodonlashtirish ishlarini tashkil qilganmiz. Har bitta xonadonlarni mahallamiz markaziy ko'chalarini ogohlantirib shu obodonlashtirish ishlari bo'yicha tashkil qilamiz. Shunga qaramasdan lekin ayrim xonadonlar bu obodonlashtirish ishlari bo'yicha hali tushunib yetgani yo'q. Endi shunga qaramasdan shu 40 kun ichida butun mahallamizda shu 7 likka biriktirilgan ko'chalarimizni chiroyli qilib, namunali ko'cha qilib, prezidentimizning topshirig'ini mukammal oxirigacha bajaramiz. Shu fursatdan foydalanib, shu Nurli Zamin mahallasi aholisiga, barchasiga o'z murojaatimni aytaman. Xonadoniylarning oldini obodonlashtirib, mana shu devorlarimizni, ariqlarimizni, latok ariqlarimizni tozalab, tomorqalarimizni chiroyli qilib ekib, foydalanishlarini so'rab qolamiz. Barchalarga rahmat.